Potatsovka bo'lib boshlanib ketib qoldi. Ya'ni odamlar bizga otilib, kameramizni tushirib, mamlaqasiga otib tashlab, shaxsiyatimizga tegadigan gaplarni gapirishni boshlashdi. Shuning uchun prямой efir yoqdik hamda videomiz ham ketyapti. Bu yerda qo'shimcha erkakmisan san dedi. Shaxsiyatimga tegdi shu gap. So'ksa mani shaxsiyatimga faqat tegish kerak. Erkakning ishini qilmaganing uchun Siz erkakning ishini qilasizmi? Sen qilasizsan. Muddatda o'tgan tovarlarni sotib erkakning ishini qilasizmi? Sen o'zing atayat qilding-ku, pastava qilding. Nimani? Qani patsa? Men tiqib qo'ydim o'sha tovarni sizga. Sen u orqada turibdi. Senga hech kim o'zing olib keldingmi? Senmi kim bo'lsa? Men o'zim olib keldim. Kamera bormi do'konda? Kamera yo'q, ishlamayapti. Yo'q, qarang, mayli, kamera ham mayli. Shu do'kondachi biz hozir bo'lamiz, yana chiqadi shu yerdan, ishonasizmi? Chiqaveradi dalshi. Chunki bularchi hozirgi qilayotgan ishlari erkakmisan deyaptilar. Muddat o'tgan narsani yosh bolalar qaramaydi. Sotayotganda, misol uchun, meni janimni yuborsa, sizni bolangiz bormi, ukangiz bormi, srogiga qaraydimi sneaker sotayotganda 5 yoshli, 4 yoshli bola qaramaydi. Ota-onalarimiz bor, buvilarimiz bor, to'g'rimi? Ko'zlari o'tadimi? Kichkina yozuvlarga kofini srogiga misol uchun sizni kimdir ko'zi o'tadimi? O'tmaydi. Shu narsani tushuntirayotgan paytim erkakmisan, seni bolang borligi yo'qligini, nima ishing bor deb tashlashyapti. 11-modda bor, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida bo'lgan. Muddat o'tgan tovarni sotish mumkin emas va 8-moddaga asoslangan holda o'zimning haqqimni talab qilishga huquqim bor. Mana shu muddat o'tgan tovar bo'yicha tushuntirish olib bormoqchiman. Yo'q, bular o'shani tushuntiraman deganimda menga otilyaptilar. Men hozir o'pishib gapiraman. Kelavering bu yoqqa bemalol. Ben shu yerda turibman. Hozir manbaligi bo'yicha chaqiramiz kerak qolganlarni. Bizga 102 qilgizmi hozir? Aha. Hozir bizlar kimdir chaqirdi hozir. Yo'q, murojaat siz bilan gaplashayotgan paytimiz keldi. Menga telefonda gaplashgan odam ham siz emassiz dedilar. Yo'q, 102 siz va bizga beradi. O'sha idoramizda zaявка dedik. Shoshib qaradinglar. Shuni kirishimiz bilan siz oldi. Janjal bo'lyapti. Janjal bo'lyapti. Yo'q, biz hali telefonni qo'ymagan edim men. Shundan boshqa odam chaqirib keldi bizlarni. Men dedi bizlarni idoramiz. Yo'q, tushundim. Murojaatim bo'yicha hozir kelishadi-ku, to'g'rimi? Bizga kelamiz. Bizga beradi. Bizga beradi. Unda mayli kelinglar, vaziyatni hal qilamiz. 11-moddaga asoslangan holda bayonotnoma tuzasiz shu tovarlar bilan. Bo'ldi. Boshladik. Tanishgan, siz ham guvohnomangizni ko'rsam bo'ladimi yo'qmasa? Bo'ladimi? Mashinani ochganda Bular siz bilanmi? Bular siz bilanmi? Prosta aholi formada bitta ko'tarib yurganlar uchun aytayapman-da. Bulvardan Leytenant Yo'ldoshev Adhamjon Anvar o'g'li. Tanishganimdan xursandman. Ismim Xo'jakbar. Xo'jakbar. Xo'p. Nima qilaysiz? Yo'q, nima qilamiz? Bular haqiqatan o'sha surog o'tgan tovarlarni murojaati bo'yicha sizni haqorat qildimi bular? Shaxsimga